Ferrari 18 yoshli yigit eshikni ochib olib oyog'ini tushirib o'tiribdi. Kalit o'ynatib, hamma ko'rib turib 18 yoshli yigit Ferrari minyapti. Mana o'lcham asosida zakazlarni qabul qildik va tayyor holatiga keltirdik. Ularni endi olib borib topshiramiz. Biz desa o'g'ilman deyapti. Ya'ni boyni bolasida, dadasi menda o'zi hech kim emasda, bu oliy himmat inson emas. Bu dadasi ertaga o'lsa, dadasining puli yo'qsa nol bo'lib qolaveradi. Shuning uchun yigitlar haqiqiy oliy himmat o'g'il bola men palonchini o'g'liman deb tekkamaydi. U shunaqa o'g'il bolaki dadasi kekkayib yuradi, men palonchini dadasiman deb. Klientimizga mahsulot topshirdik. Sifatli, ma'qul keldimi? Judayam yaxshi. Omadlaringni bersin, tillaring sag, umrlaringiz zoris qilaylik. Martabalaringiz yanada baland kuchayib ketaveringlar. Alloh. Rahmat. Shunday ish qilib qo'ygan, shunday yashab qo'yganki, oliy himmat yigit. Ota-onasi uni atini aytib faxrlanib yurishadi. Bormi shunaqa himmat yigitlar? Urug' siz atingizni aytib faxrlanadigan qilib qo'ya olasizmi? Demak, oliy himmat inson o'zini sharafini, hurmat obro'yini o'zining mehnatining ustiga quradi.